Bugun futbol bo'yicha jahon chempionati start oladi. Tarixda ilk bor ishtirok etayotgan milliy terma jamoamiz vakillariga nafaqat mamlakatimiz, balki butun dunyo millionlar o'yin ishqibozlari muxlislik qilmoqda. 18-iyun ilk sinov va 38 millionlik xalqimizning hayajonli ifodasi. Shu kuni O'zbekiston Kolumbiya o'yiniga eng ko'p chipta sotilgani yuqoridagi fikrimizni isbotlab turibdi. Jahon chempionatida boshlang'ich turnirning eng xaridorgir, eng ommabop o'yini qaysi deb o'ylaysiz? Braziliya, Meksika yoki Fransiya? Bu safar sayyoraning eng yirik futbol bayramida o'zbekistonliklar trendda. Futbol bo'yicha taniqli mutaxassis Alisher Nikimbayevning bergan ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytgacha O'zbekiston Kolumbiya uchrashuvi uchun naqd 74.725 ta chipta sotilgan. E'tibor bering, hatto chempionatning rasmiy ochilish o'yini hisoblangan Meksika Janubiy Afrika bahsi ham, hatto Braziliyaning Marokashga qarshi bellashuvi ham chipta sotuvida vakillarimiz o'yinidan ortda qolmoqda. Xo'sh, nega aynan bu o'yin? Birinchidan, raqib Kolumbiya. Lotin Amerikasining ushbu jangovar terma jamoasi o'zining tinimtinchimas, tezkor va ekspressiv futboli bilan tanilgan. Kolumbiyaliklar uchun futbol bu shunchaki sport emas, hayot mazmuni. Ularning Mexikoga yetib keladigan ko'p ming sonli muxlislari stadionlarni karnavalga aylantirishi aniq. Ikkinchidan, oqbo'rlarning tarixiy debyuti. Butun dunyo O'zbekiston degan yangi kuchning imkoniyatlariga qiziqmoqda. So'nggi yillarda qit'ada o'z so'zini ayta olgan, yosh va ambitsiyali tarkibga ega bo'lgan jamoamiz jahon chempionatida qanday sensatsiya ko'rsata olishi barcha uchun jumboq va bu jumboqning yechimini bevosita stadiondan ko'rish ishtiyoqi juda yuqori. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Kolumbiya terma jamoasi jiddiy va ko'plab jamoalarga xavf tug'dirib kelishi bilan mashhur. Eslatib o'tamiz, Kolumbiya milliy terma jamoasi joriy mundialning guruh bosqichida Cristiano Ronaldo yetakchiligidagi Portugaliya, Afrika qit'asi matonati bo'lmish Kongo Demokratik Respublikasi hamda Fabio Cannavaro boshchiligidagi bizning suyukli O'zbekiston milliy terma jamoamizga qarshi K guruhida keyingi bosqichga yo'llanma uchun bahs olib boradi. O'yin bo'lib o'tadigan Mexikodagi mashhur Azteca stadioni 87.500 dan ortiq muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladi. Bu arena Pele va Maradona kabi afsonalarning zafarlariga guvoh bo'lgan. Endi bu arenada nafaqat o'zbek, balki dunyoning yulduz to'psurarlariga aylangan o'yinchilarimiz o'z mahoratini namoyon etadi. Lotin Amerikasiga yaqin bo'lgan Kolumbiya muxlislari va okean ortidagi vatandoshlarimiz, qolaversa, meksikalik ishqibozlar ushbu o'yinga yopirilib kelishmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Kolumbiya uchrashuvi 18-iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 7:00 da boshlanadi. Ushbu tarixiy o'yinda jamoamizga omad yor bo'lsin deymiz.